17,5 mingga aka sizga tavsiya qilsam shu mashinani olasizmi? Salonda 18 ming turgan narsani qo'ldan 10 ming yurganini olasizmi 17,5 ga? Buni yili nechi? 2025 yaqinda olganmiz. 9 o'rinlik. 9 o'rinli, lekin buni pravoda undaqada haydasa ham bo'laveradi. Bir bilan haydasa bo'laveradi. Bisi shart emas. Ha, bisi shart emas, ha? Narxi nechi pul buni? Nechi pulga oluvdingiz? $18,000 shtriga olganman salonda. $18,000 shtriga olgansiz. Aka, bu kundalik mashina emas. Kundalik mashina emas. Kuniga sotib olmayman bunaqa mashinalarni. Shuning uchun narxini chiqarishga jiqqa qiynalamiz aka. Shuning uchun men borini olib chiqaman. To'g'risi aqlim yetmaydi buni baholashga. Endi birgalashib chiqaramiz aka. Narxini nechi pul aka? 7,5 ga. 17,5 mingga aka sizga tavsiya qilsam shu mashinani olasizmi? Salonda 18 ming turgan narsani qo'ldan 10 ming yurganini olasizmi 17,5 ga? 130 million etdi hozir. Ya bunaqa narxlarga 15 mingga ham ololmaymiz aka. To'g'ri tushuning. 15 mingga ham ololmaymiz.